Bizni tog'am chaqiryaptilar. Tog'ang? Ham, Kim chaqirdi meni? xolam. Ne tog'am deding? Xursand bo'lib ketdingmi? Ne xursand bo'larkanman. Bilaman tog'asi qayerda o'tirganini. Menga tuhmat qilganiga 5 kunga qamaladi. Koridorda o'nta kamera turibdi. Ko'rdingmi? O'sha kuni uyga kirganing, tepaga chiqqaning, tepada ham kamera bor, hammasi yozilgan. Nima qilib yozilgan bo'lsa? Sen o'zing Orif uxlayotganda rasmga olgansan. Keyin rasm jo'natgansan. Hammasi kameraga tushgan. O'sha kuni uyga kirgandan keyin uydan $10,000 yo'qolgan. Ixchamde. Menga tuhmat qilmang. Yo'q. Sen Masma Orifga tuhmat qilgan. Hozir chiqib arizani qaytarib olmasang 10,000 ga ham tug'asan. Kamida 10 yilga qamalib ketasan. Tushundingmi? Hozir borasan, arizani qaytarib olasan. Agar Orif 5 sutka o'tirsa chiqadi erkak kishi u. Lekin sen erga tegib tug'ilgan vaqtingni qamoqda o'tkazmoqchimsan? Agar Orif 1 soatda chiqmasa, kamera yozuvlarini olib borib topshiraman.